Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Dilisa Yulmonov. Bugun biz sizlar bilan ikki nafar o'zbek futbolchisini full qilamiz. Bular tanaganingizdek Husanov hamda Shomurodovlar. Menda ikkalasini ham ko'p kattasi bor. Shularni bugun full qilamiz do'stlar. Va menda bitit ham bor speciallar. Va biz bismillah deb birinchi ko'rsatishni amalga oshirishdan oldin sotib berish kerak bo'lgan futbolchilar bor ekan. O'shalarni sotib yuboring. Hozir menimcha bitta bor ekan hozir. Pul qolmadi. Endi esa kuchaytirishlarni boshlaymiz. Bu full qilishga yetarlicha fitness bor. Fitness kuchaytirishlar. Va birinchi ko'rishga ketdik. Xo'sh, yaxshi. Salfin stressiga tushdi. Yaxshi. Yana stressiga tushyapti. Salfin inshaalloh staminasiga. Shu Salfning tezligi bilan stressni yuz qilsak yaxshi bo'lardi. Asli yaxshi. Stalik yaxshi. Vitalik yaxshi. Vitalik yaxshi. Salfga bermadi-da. Yaxshi stressga berib, tezlikga nimagadir bermayapti do'stlar. Do'stlar, Salfning nimagadir tezlikga bermayapti. Endi yaxshi, tezlik 88 bo'ldi. Shomurodov esa stamina 88 bo'ldi. Yaxshi. Salfning tezligi 90. Shomurodov staminasi 90 bo'lib ketdi. Yaxshi ketyapti hozircha. Stalik yo'q. Yaxshi, Husanov ajoyib ketyapti. Stalik, Husanov chiqsindan uzoq Salfdan do'stlar, speed hamda stressidan. Shomurodov esa stamina 92 bo'lib ketdi. Yaxshi ketyapti Shomurodov ham. Ajoyib. 95-94 bo'ldi. Abduqodirdek. Bu yoqda esa Shomurodov 95 bo'libdi. Staminasida 100 kutib qolamiz endi. Keyingisi yaxshi 96. Yaxshi tezligi ham bersin nima bo'lsa. Yo'q, yaxshi. Yaxshi, Husanovning stressi 100 bo'ldi azizlar. Shomurodovning nima deb o'ylaysiz? Staminasi 97 bo'ldi, 100 bo'larmikin? Shomurodovni ko'rish kerak 100 chiqarib. Mana yaxshi 97. Shomurodovning staminasiga tushmadi-da. Husanov esa stressi speed ham 97 bo'ldi. Ajoyib. Shomurodovning staminasi 100 va Husanovga tushmabdi tezligiga. 100 bo'lardi u ham. Afsus. Taliklari bilan chitirib qo'yamiz. Yaxshi. Yana bitta. Yaxshi. Yana bitta. Yo'q. Bitta. Ketdik. Yaxshi, ajoyib. Mana Shomurodov full bo'ldi do'stlar. Qo'yishimiz kerak. Staminasini 100 qildik, ko'rib turganingizdek.
ajoyib kuchaydi. 96 va shoti ham 76 ajoyib kuchaygan. Ha, Salihning speedingiz qo'shish kerak. Yo'q, tushmadi. Tush kerak iltimos. Yo'q, yana tushmayapti do'stlar. Nima qilsak ekan, tushmayapti-da. Bitta tushsa ajoyib bo'lardim. Yana tushdi, yaxshi, zo'r. Va o'zi 82 full bo'lib qoldi. Ajoyib. Salih ham zo'r kuchaydi do'stlar. Ajoyib. 300. Ajoyib. 300 chiqmaydi-da. 300 chiqib qo'ydik chiqsa. Yaxshi. Va mana. Salih ham shu yerda full yapti. Bu ham juda ajoyib full bo'ldi. Buni ham screenshot qo'yishimiz kerak. Juda ajoyib. Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek juda zo'r. Videolarga qo'limiz bosib ko'ramiz. İşte kanalımız. Kameralar. Yaxshi. Salihga bosamiz. Salih bu zo'r. Screenshot qo'yishimiz kerak. Mana do'stlar, bugungi videomiz yoqligini umiddaman. Ayniqsa Salihni juda zo'r. Shogirdga qo'shmay staminasi 100 qildik. Va ajoyib kuchaydi deb o'ylayman. Sizlar bilan Dilso'z Gulmanov bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Like, ni ayamaysiz degan umiddaman.